Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizda 93-bitdan davom ettiramiz. Iqro'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dobti awakhiriha. Quyidagi so'zlarni o'qing va ularni yozing. Oxirlarini aniqlashlik bilan birga, ya'ni oxirgi i'roblarini qo'yishlik bilan birga. Kalbun so'zini ikkiligi kalbani. Kalbani ikkita it, ikkita kuchuk. Maktabun, maktabani ikkita parta. Qomisun bitta ko'ylak, qomisoni ikki ko'ylak. Axun aka, axovani ikki aka. Demak, axovani so'zda bitta vav ham qo'shiladi. Axoni emas, axovani deb ikkilik yasaladi. Mindilani, mindilon so'zini ikkiligi ikki dastromal. Mistorotani ikki chizg'ich. Uxtani ikki opa, imroatani ikki ayol. Fannil kalimatil atiyata quyidagi so'zlarni ikkiligini yasang, ikkilik qiling. Sayyoratun mashina, sayyoratani ikki mashina. Tobibatun shifokor ayol, tobibatani ikki shifokor ayol. Waladun bola, waladani ikki bola. Lug'atun til, lug'atani ikki til, ya'ni o'rganiladigan til, insonlar gapiradigan til. Sodiqon, sodiqun do'st, sodiqoni ikki do'st. Tajirun savdogar, tajironi ikki savdogar. Mil'aqatun qoshiq, mil'aqatani ikki qoshiq. Mudarrisun o'qituvchi, mudarrisani ikki o'qituvchi. Babun eshik, babani ikki eshik. Ismun ism, ismani ikki ism. Hada bu, hadani bu ikkalasi. Hadihi bu muannas shakli. Hatani bu ikkilik shaklini muannas shakli. Al kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Kam qancha savol uchun ishlatiladigan so'z. Al aidu bayram hayit, ayd. Al ajalatu g'ildirak. Ajalatun g'ildiraklar yoki ajalun so'zi ham g'ildiraklar ma'nosida. Al hayyu mahalla, ahyaun mahallalar. Ar-riyalu riyal, riyalatun riyallar. Mistaratun chizg'ich, masatiru chizg'ichlar. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib, o'zlashtirib olamiz.